Assalomu alaykum hammaga. Mana biz hozir yana bir basseynimizni ishlarini yakunladik. Bormang hoji aka. Vertolyot. Salomat bo'ling. Poplotga biz premium bo'chgan poplotga turban tashlab qo'yyapmiz. Ko'rib turganlaringga ajoyib holatda qildik. Hop. Basseynimiz. Mana bu kichkina bu yoqdagisi birinchisidan boshlaymiz. Pilisosimiz, ikkinchisi trapimiz bo'lyapti. Uchinchisi esa forsinkamiz bo'lyapti. Mana bu esa trap bochkaniki bo'lyapti. Hop. Bu yerda hamma turbalarimiz 90 ga 63 holatda chiqib turib tortdik. Ana shunday holatda o'zlaring baho berasizlar. Xudo xolasa buni suvimiz muzlamasdan, havolarimiz o'tamiyozga tushib ketmasdan holatda betonni quydirib olamiz. Shu bilan hammasi yaxshi bo'ladi. Basseynimiz, ya'ni